Hi everyone, welcome to the High Language Training Center English Alphabet Video Classroom. And today we will also learn International Phonetic Alphabet. Okay, sağlaştı yaxşımısınızlar? Endi bugunmi o'xshashdan shu xalqaro tovush belgisini davomli o'rganmoqchi. Andaqda tunugunki shu ikki tongue twistersni tilga ayirishmashqini qaysinglar qildinglar? Undan keyin biz hozir bugun shuni e'lon qilmoqchi. Yana davomli avasanglar bo'ladi. Shularning qanday sanglar eng yaxshi tanlab mukofotni yo'llab beramiz. Okay? Endi bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz qaysi edi sanglar? Okay, ikki tovush. Bu ko'pincha e harfi bu shu talaffuz qilganda, bu ni talaffuz qilganda og'zimiz 90 gradus. 90 gradusni cho'ng ichiladi. Qizlar boshaqdami? Okay. Okay, nayt ağzımız çoğun için ama. Mesela birinci söz qarab qo'yinglar. Bu nima ekan? Bag. Okay, b g. Shunami? Bag. Okay. Bag. Ağzımni cho'ng ichilganini ko'rgansizlar. Qo'rqmay, ağzingni jitlab ketmaydi. Elastiklik yaxshi, ha? Bag. Shuna nayt xijilolmay, cho'ng ichilma. Bag. Nayt yaxshi. Nima? Bag. Okay, bag deganimiz sumka. Shunami? Ammo ikkinchisi o'zini talaffuz qilganlar, birinchisi ustinki tishlarimiz, omoq tishlarimiz ostinki livimizni ozroq tishlaydi. Ko'rdingmi? Fan. All right. Fan. Okay, fan deganimiz ko'rib turibsizlar, shamol turuvchimi? Birinchisi ekan bag. Ikkinchisi fan. Okay, and agish beringlar. Bag. Okay, fan degandek. Endi macho. Qaranglar birinchisi g. Shunami? Nima bo'ldi? Glass. All right? Glass. Okay, endi glass deganimiz nima? Aynak. Aynak. Ammo shu ko'z aynakning aynakmi shu o'sha glass. Buni nima deymiz? Glasses. Okay, glasses. Okay, endi keyingisi yana birisi bu nima? Hat. Okay, nima bo'ldi? Hat. All right. Hat, glass. Keyingisi bag. Yani fan. Okay, good. Endi ma'nolar qo'shmoq yana bir tovush va jiq savolashlar aralashtirib olamiz. Endi buningki shu a harflari mo'sh talaffuz bo'yicha qildik. Bu nima? Ağzımız 45 gradus atrofida. Kichikroq ma talaffuz sal og'zimizdan oldi tarafda. Yana birisi sal keyinroq talaffuz qilindi. Bu nima? Okay, nima? Qisqa. Okay, nima? Bed. Bed. Hargiz bad deb og'zimiz yo'g'ilmasa qo'ymaydi. Bed. Okay, bed deganimiz nima? Karvat. Endi keyingisi kettle. Okay, keyingisi nima? Kettle. Deb beringlar. Kettle. Yaxshi. Kettle. Bed. Okay. Bed. Keyingisi nima? Kettle. Amsa o bir qur, ikki qur bu so'zlarni talaffuz qilib boqaylik. Qaranglar. Birinchisi ana bag. Big. Bag. Big. Hat. Head. Bad, bed, apple, egg, pan, pen. Oddiy esa mesela bu talaffuzda ma'no jihati tubdan o'xshamaydi. Bag deganimiz so'mka, big deganimiz nima? Tilimak. Masalan, tilamchini bagger deymiz-ku. Shu bag deganimiz nima? Tilimak. Hat deganimiz bu beshimiz kiydigan shlapa. Head degancha bosh. Shu beshimizni nima deymiz? Head deymiz. Bad deganimiz asal hamda ma'usal so'zoproq talaffuz qilinadi. Bad. Shunami eski. Masalan, bad boy, eski o'g'il bola degandek. Va keyingisi egg. Sorry, bed. Karvat degan gap. Demak, endi mushada hamda ma'noni aytdi, cho'ng farq qilyapti-ku. Shunga shuni xato talaffuz qilib qo'ysanglar.
sizlarniki talaffuzing yaxshi chiqmaydi. Shunga bulab mush oldirki mush 4 taraf intayim, 4 tovush intayim, mo'ymi? Mana nima? Bag, big. Hat, head. Bad, bid. Apple, egg. Pan, pen. Okay, yana bir agish bo'lgan. Bag, big. Hat, head. Bad, bid. Apple, egg. Pan, pen. Ana aytaqchi. Xo'sh, endi mushu bilan munosabatlik mushu tongue twisters, til qayrish mashq deymiz. Mushdan qarab bag'imiz savollar nima? Can you can as can? All right. Endi bu yerga birinchisi. Bu nima? Can. Can'ni ish qilmaymiz. Birinchisi konserva. Ko'rinib bor rasmlarga har xil mesela ichimliklarningki va yoki mesela har xil murabba, bu narsaniki konservasi. Shu konservani nima deymiz? Can deymiz. Endi yana birisi can degan qilolimaq, lalimak degan gap. Masalan, I can speak English. Men ingliz so'zlay olaman. Shunaqa? I can drive. Men mashina hayday olaman. Qilalayman, lalayman. Shunaqa? Endi can you lalamsiz, can deganimiz ham ismi bo'la oladi, fe'l bo'ladi. Fe'l bo'lganda ana konservatsiya bir narsa konservalash yo konserva qachilash degan gap. Okay. Demakchi can you can siz qila olamsiz nimani? Bir konserva qutisi qachilay olamsiz. As tak. Endi bu yerga deganimiz bir tal degan gap, buni nima? Keyingi o'rganmoqchi bo'lgan tovushimiz yoki shunaqa harfi bu hamda. A canner bir konserva ustisi yo konservachi can qila olgandek can bir konservani bir konserva ustisi qachilay olgandek shuning demakchi bir konserva ustisi bir konserva ustisi qachilay olgandek siz shu konserva ustisi qachilay olasiz. Okay, bu ma'no muhim emas. Endi mishariki o'qish muhim. Qaranglar. Can you can as o'xshashlarmi? As emas shimi? As a canner can. Okay. Qaranglar. Can you can as a canner can? Qayta. Can you can as a canner can? As a canner can? Oh. Can you qila olamsiz shunami? Can konservatsiya qachilay olamiz. A can bir konservani. As xuddi go'yoki tak shunami? A canner can. Xuddi bir konserva ustisi can qila olgandek can konservatsiya qachilab bir konservani. Can you can as a canner can? Can you can as a canner can? As a canner can degandek. Eng oxirgi bir qatam. Can you can as a canner can? All right. Keyingisi qaranglar. Bu jo'disanglar hen deb o'qisa qolmaydi. Hen qisqalama. Hen. Yaxshi. Hen degan mekiyan degan gap. Mekiyan. Tishi to'xa. To'xaning tishisini hen deymiz. Ammo chu sent. Okay. Sent deganimiz send oxirma tin o'rnida deba yo'llamak, avatmak degandan o'tkazilgan shakli. Sent yo'llamak, nima? Avatmak. Machu pen. Okay, and the pen deganimiz qalam shundami? Endi qaranglar. And sent Andy 10 hands and Andy sent and 10 hands. Oh, 10 pens. Deydi. Nima deydi? And og'zini yo'g'on ochirgani. And degan odamning ismi, qizivalning ismi. And sent yo'lladi. Andy o'g'il bolaning ismi. Andy ismli o'g'il bola
10 hands. Demek endiga 10 milyon evetti. Demek poştırın ya bir nesin birisirin evetti. And hem de degen gap ha mishara. Andy sent, okay, sent evetti. And the Andy enga evetti 10 pence. 10 kalemni. And the Andyga 10 milyon evetti. Andy enga 10 kalem evetti. Şunama? Muşin tarafı kısanla ama abayki ikki tavuş naiti ölçemde kögengen bolsa qarаңlar. And sent Andy 10 hands. And Andy sent and 10 pence. Yaxshi. And sent Andy 10 hands and Andy sent and 10 pence. Yana bir qator. And sent Andy 10 hands. And Andy sent and 10 pence. Okay. En ahir katama. And sent Andy 10 hands. And Andy sent and 10 pence. Alright. Mana bo'ldi. Bu mu tugre valla. And bugungi mazmun mushagichi olsun. Sizlar degandek bizning appninki shu inkaz qaytirish iqtidori orqali va bizningki salonni qatib qaysi birisi qulaysiz bo'lsa shu ikkisi tanlash bo'lib, shuni avvalsanlar bizning sin darslar sizlarni kutmoqda. All right, that's all for today. See you next time. Goodbye.